Shunda Samsung xarid etsalar, non qo'shib berasizlar sovg'asini mutqa? Головкасini, laminatini, chexolni qo'shib beramiz. Xo'p. Laminatini ham qo'shib beramiz. Головкасы, chexol, laminati. Xalagan Samsungda o'qdi. Narxasida, muddat to'lovgasida. Farqi yo'q umuman. Xalasalar narxasin, xalasalar muddatli to'lovga olsin, qo'shib beramiz hammasini. Demak, bu sovg'alar nerda qo'shib berilib turibdi? Bizlar qaysi do'kondamiz degan savolga hozir javob berib o'tib ketamiz. Bizlar har doimgidek o'zimizning Berunidagi JM Mobile'damiz, ya'ni JM Mobile telefon va aksessuarlar do'konining Berunidagi filialidamiz. Bu yerning manzilini eslatib o'tib ketamiz. Bu yoq tarafimiz vokzal. Vokzaldan kelaverish, svetofordan o'ngga burilasiz. Bu yog'imiz 707 do'kon, to'g'rimizdan noma'lum soldat. Noma'lum soldatning ro'parasida shu yerda muyishda JM Mobile joylashgan va hozir aytib o'tilgan sovg'alar Samsung telefon xarid etgan vaqtda xalagan narsa qo'shib beriladi Roshanbek, to'g'rimi? S seriyadan tashqari A seriya любой telefondan xarid etsa qo'shib beramiz. Demak, hozirgi vaqtda bu yerda A seriyadan qaysilari bor endi bir qator aytib o'tib ketsangiz. A seriyadan 07, A17, A27 degan yangilik telefonimiz ham yetib kelgan bizlarga. Toza chiqqan model bu, hali Bunda telefon mana shu oyda chiqdi. Ha. A37, A57, keyin S partiyalari bor Samsung modellaridan. Xo'p, Z Fold, Z Flip deganlarni ham topib beramiz. Ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Bemalol. Xo'p. Mana ko'rib turibsiz, A27 5G, ya'ni 5G поддерживает etadi bu telefonimiz. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Orqalari prям oynada yetib, silliq etib ishlangan. Zambanyan kaferindan как раз. Xo'p. Buning blue rangi bor, keyin pink rangi bor, sotib bo'ldik uni. Pink rangi ayol kishilarga emas, rozoviy rang bo'ladi. Bu qarasi, ko'ga keyin rozoviy sveti bor ekan, hozirgi vaqtda sotuvda. Endi qanday aytib so'raylik buni? Xo'p, endi bir qator har qaysidan ozgina bahosini ko'rsatib o'tib ketsak, baribir любой inson bahosini ko'rish uchun kiradi internetga telefon olajaq vaqtda. A17miz telefonimizning bahosi 2.130 ming so'm. Bu 4 lik operativ, 6 lik operativkasi ham bor. 2.330 ming so'm. Operativkasini uyda u. Ishlash tezligi bo'ladi-da. 4 lik, 6 lik, ya'ni ilovalarni ko'tarish tezligi. WhatsAppdan vizitga chaqatib qolmaydi. Ha, 8 ga 256 lik varianti bor. 2.800 ming so'm. 8 ga 256 lik 2.800 ming so'm 12 oyga bo'lib to'lashga xarid etsangiz, shu yerda o'zining bahosi yozilgan, ya'ni 1 yil davomida bo'lib to'lamansangiz 370 ming so'mdan tushadi. Oylik to'lovi 6 ga 128 ligi 2.330 ming so'm, oyina 320 ming so'mdan tushadi. 17 ning 4 ga 128 ligi bahosi o'zining puli shtir ustidan sanaymansangiz 2.130 ming so'mdan bo'lib to'lamansangiz oyina 285 ming so'mdan tushadi do'stlar. Va A27 hozirga toza chiqqan model, buning 3 tur sveti bor, arqa birisi sotib bo'lingan, lekin kelib turib, menga kerak desangiz xarid beradilar, muammo yo'q. A27 6 ga 128, ya'ni operativkasi 6, qatmay ishi tag'in varianti bo'ladi. O'zining puli 3.600 ming so'm shtir ustidan sanayman desangiz, bo'lib to'layman desangiz, oylik to'lovi 480 ming so'mdan to'g'ri keladi ekan. Endi, xo'p, bu aytilgan narsalarga shu aytganday chexoli, laminati, головкасы qo'shib beriladi. Xohlagan turdagi Samsungni xarid etgan vaqtingiz, A seriyadan xarid etganingizda chexoli, головкасы va ekraningizga laminati shu yerning o'zida bosib beriladi. 1 so'm pulsiz shundaycha sovg'a. Shu joyga bir like bosib kelsangiz va YouTubedan ko'rib qo'ydik Roshanbek deb shu banayanda kelsangiz o'zi shu yerda bo'ladi inshaalloh. Xo'p, endi davom etamiz. Notebooklar terib qo'yishlar ekan. Notebooklar hozir как раз o'quvni sezon boshlanadi. Xudo xolasa sentyabr oyida student, ya'ni abituriyentlarimiz, bo'lajak studentlarimiz o'ylagan holda ular ham yaxshigina kombo podarkalar tayyorlab qo'yibmiz. Bu notebooklar podarkalari bular. Ha, notebookning podarkalari. Xo'p. Xalasalar bu podarkani tanlaydi, yo'q bu narsalar bizga kerak emas desa, uyinda kichkina bolasi uchun planshet qo'shib beramiz. Agar muddatiy to'lovga xarid etaman desa, notebookning 3 dan 1 qismini bersa, qolgan 2 qismini o'zining narxida, ya'ni hech qanday foiz ustamalarsiz bo'lib to'lashga ham chiqarib bera olamiz. 3 dan 1 qismi borda shundancha so'mdan tur keladi. Uni bahosini aytib o'tsak bir qator. Baholari yozilib turibdi pulni hamma notebooklarning. Demak, protsessori i3N305, xotirasi, ya'ni RAM-i 8 lik, ya'ni 8 ga 256. Narxi 6.200 bo'lsa, 6.200 ming so'm narxi. 6.200 bo'lamiz 3 ga 2 million so'mni beradi, qolgan 2 million so'mdan 2 oy bo'lib to'layveradi. Üstüne pul minmiydi? Yo'q, hech qanday foiz istamasiz. 6200 ming so'mdan garantiyalari bilan. Ha. Buni M laptop deb qo'yibdi. Nima modelimi bu? Ha, hammasining xarakteristika hamma narsasi yozilgan. Lenovo V15 deganimiz bor ekan, protsessori Core 5 120U, xotirasi 8 ga 256 SSD,
Ekrani 15:6lik Full HD поддерживать etadi, ya'ni Apple oladi sizga. Bu ham 1 yil garantiyasi bilan narxi 7.100.000 so'm. Bu ham yaqinda tartibda aynan shunda 2.300.000 qanchadirini bersa, anag'ini o'zining pulini bo'lib to'lashga chiqadi. Notebookga qo'ydi, ko'p assortiment bor edi. 2 kunlikda shu ya toza abituriyentlarimiz uchun ko'p ota-onalar xarid etib turibdi. O'sha assortiment ham qolmadi. Endi bu yoqdagi HP ni ko'rsatgan bo'lsak, puli 6.400.000 so'mdan, ekran displey 14 deb qo'yibdi ekan, xotira 512lik, 8/512lik varianti. Endi yana bir marta eslatib o'tamiz. Xalasa общий shu komplekt podarkalar bo'lmasa, yanında ukasina bir planshet, to'g'rimi? Ekondan birsini olishi mumkin. Ekondan birsini saylaydi. Podarkalar naqd qasada muddatli to'lovga qo'shib beriladi. Hammasini amal etadi. Xalasa naqd pul, xalasa muddatli to'lovga qo'shib beriladi. Muddatli to'lovga yana aytib o'tgan tartibimda, misol uchun 3 dan 1ni men hozir bera olmayman, ustunda sanab detag'in bo'lsa, misol uchun 1 yilga bo'lib to'lash xarid etsa bo'ladimi? Bemalol. 1 yillik etib, xalasa 3 oydan 24 oygacha chiqarib bera olamiz. Xo'p, endi davom etadigan bo'lsak, bu yerda nunular qo'shib beriladi sovg'asini. Mishkining tiyinda qo'yatag'in o'zining kovrigi, midi shu yerda xullas va naushnigi, plus yonda kolonkasi, plus bu ekran tozalaydigan spreyi, ekran tozalab turadi. Mishkisi bilan klaviaturasi ichida bo'ladi va o'zining sumkasi ichida bo'ladi. Demak, ko'rib turgan barcha podarkalar notebook xarid etgan vaqtida shundancha mitana qo'shib beriladi. Bu podarkalarning o'rnida sizga yana bir tanlov varianti bor, yana bir marta eslatamiz. Misol uchun farzandingizga agar oyapalar yo og'alar o'qishga kirgani uchun toza o'quv yo'lini boshlayacak vaqtida notebook olib beraman desangiz, yanında xalasangiz ana shu ukasini yanında detskiy planshet qo'shib olishingiz mumkin. Buning uchun ham bir so'm pul to'laymiz notebook olgan vaqtingiz. Bizlardan sizga sovg'a. Obuna bo'lib qo'ysangiz va videoga bir like bosib, yaqinlaringizni hozirning o'zini berib qo'ysangiz, shuning o'zi yetarli. Endi o'zi bu yerda boshqa qanday telefonlar bor degan savollar keladi. Samsungdan tashqari bizlarda Vivo telefonlarimiz bor, Oppo telefonlarimiz bor, Infinix, Redmi, Honor, bizlarda assortiment ko'p, Xudoga shukr. Xo'p, xalagan telefonni, значит, narxda bo'lib to'lashga xarid etsa bo'ladi. Xohlasalar muddatli to'lovga ham taxlab beramiz, xohlasalar naqd to'lovga ham savdo etamiz. Xo'p, Vivo Y29, Oppo 5, A5 3.300.000 so'mdan, oylik to'lov 395.000 so'mdan, 380.000 so'm, oylik to'lov 3.070.000 so'm. Infinix smartphone. Men o'zim ana shu Vivoning dizaynlaridan yoqadi. Chiroyli bo'lib chiqqan haqiqatdan ham. Dizaynni ko'rib tursiz, to'g'lanishini voy, orqalaridan boshqacha tosh qo'yib ishlanganday. Bu qaysi modeli bu? Vivo Y29 degan model. Bunimi? Ava. Shung og'a prosto. Xalasalar, menda igrovoy telefonlarimiz ham bor. Infinix Note 60 Pro. Infinix Note 60 Pro. O'zining puli 5.800.000 so'm. Shitir ustidan sanayman desangiz, JBL kolonkalar bilan jihozlangan. 12 ga bo'lib to'laman desangiz, oyi 710.000 so'mdan tushadi ekan. Bu ochilgan ekan, ko'rsatib. Ayol kishilarimizga mas telefonlar ham bor bunday. Oppo lekin dizaynga jonli e'tibor qaratib boshlabdi. Xo'p, hozir mana igrovoyni ko'rsatib o'tib ketamiz. Sal qoldi. Xo'p. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. 17 ni beryapti, voy. Svet dunyoviy etib ishlangan. Qo'shimcha giftboxlar ham bor buning. Infinix-niki. Yana беспроводной ham поддержка etadi. Беспроводной Infinix беспроводной zaryadka olaman. Xo'p, giftboxlar ham bor ekan. Giftboxini ko'rsatib o'tamiz. Bundan oldin bu telefonning o'zining Infinix Note 60 Pro ning xarakteristikasini, ya'ni zo'r taraflarini bir yozib qo'yib, shuni aytib o'tamiz. Qarang. Xo'p, 90 wattda zaryad oladi, 6500 mAh zaryadkasi va wireless charging deb qo'yibdi. Yana aytganimda, mana wireless charging buning ichida. Ya'ni shundanchalik taqib turib zaryadga qo'ysangiz bo'ladi, беспроводной bo'ladi. Undan boshqa nunular bor bu telefonning ichida. Qani? Yana mana Note 60 deydi. Nima edi bu o'zi? Men yirtib qo'ymay qo'ydim. Xo'p. Mana ichida nima bor o'sha? Garantiyniy talon, chexol. Garantiy o'zining chexoli ham bor ekan. Xo'p. Garantiyniy taloni bu yoqda va ishlatish nesi, instruksiyasi, chexolni qarang. O'zining ichida shunday MagSafe'lari bilan. Даже Infinix'da endilikda MagSafe bor. Sifatini ko'rishingiz mumkin, bemalol. Ichida chiqadi, bir so'm pulsiz. Shundancha podarka. Xo'p. Bundan tashqari yana qo'shimcha chexollar ham bor buning. Ya'ni giftboxi. Giftboxining ichida qo'shimcha chexol chiqadi. Giftboxi olgan vaqti berilamadimi? Telefon xarid etganga. Talagan odamga.
Oo. Серьезно. Bu ammut. O. Mana shunday Note 60 Pro'ni xarid etgan klientga beriladi. Infinix Note 60 Pro'ni mana shunday Kichkina shunday JBL kolonkalar beriladi. Bu yopishtirib qo'yiladi orqasiga? Ha. Ha, ana nesini yopishadi? Chexol bilan. O'zining chexolini yog'i. Tak. Endi mana kolonkalarni yopishtirib ko'rsatib shuncha ochqanga, shuncha yaratganga yarasa. Mana momlanta. Va bunda yopishadi. Ha. Xo'p. Hozir bu yoqda klientlarimiz ham sal anaroq qo'yib turibdi. Uyalib turibdilar, biz bir narsalar tushirib yotganimizga mana ko'rishingiz mumkin. Misol uchun ishlab yurgan vaqtingiz telefonning o'zi 6,5 ming machqu, u 2 kunga arqan yetadi. Oddiy ishlatganda, misol uchun ishlayotgan vaqtingiz qo'shib qo'yib qo'yaman desangiz, shunday deb o'zini qo'yib turib, kolonkani qo'yib qo'yasiz bo'ldi. Kolonka ichidan mit borib turib kolonka sotib olib yurmaysiz endilikda. Xo'p, endi bo'lardi, xo'p, o'zimiz taxlashtirib bersak so'm. Endi undan boshqa qanday variantlar borligini ham marta ko'rsatib o'tamiz. Oppo A5, Infinix Smart 10, Infinix Hot 70, Y29, A5, Y04s. Undan tashqari mana shu ko'rib turgan Infinix bo'ladimi, Vivo bo'ladimi, Oppo bo'ladimi, любой seriyasidan topsa biz topib berib bilamiz. Ya'ni Vivo desa, Vivoning eng yaxshisi qaysi? V70, V60F degan modellar bo'ladi-ku. Flagman seriyalar kerak bo'lsa, bemalol oldirib berib bilamiz. Ha, demak, bu yerda yo'q telefonlarni kelib turib, "Men bunday berish kerak, bunday telefon kerak", shu bormaysa topib berasiz. Topib beramiz. Xo'p. Endi bu yoqda bu ishlarni ko'rsatib o'tsak, iPhone'larda bo'ladimi? Bo'ladi. Tushirsak bo'ladimi mana shular? Tamam. Bu ishlarning qanday variantlari bor? Bu ishning 13 dan tortib 16, 17 gacha ham topib beramiz. S seriyalarimiz ham bor. Xo'p, qani bir xato olvering qanamiga? Bu yerda 13larimiz bor hozir, 11 ham bor. iPhone 13 bor, jo'ralar orqaga berib qo'ysangiz bo'ladi, 88 yo'nqisda ijrosi sanada chotki. 11 ham bor, даже 89 yo'nqisda. O'tgan safargi narsa emas, aytaman hozir ham. Ha. Ya'ni G-Mobile'da shunday narsa bor. Olgan telefoningizni, misol uchun mana bu ishni ovodirsiz qarang. Cha bu? 13. 13 o'zi 88 yo'nqis 128 pamyati, $420 bahasi va siz tekshirib ko'rajaksiz. Keldingiz, tushunmaysiz. Bir tanishingiz yo'q ya bilan bu aldashi mumkin. Ustaga olib borib ko'rsangiz, bu ham bilmaysiz qo'shib. Siz tanimagan odamning gapini ashanish qiyin. Shuning uchun kelib turib o'zingiz xuddi ana shunday tartibda bemalol hammasini sap ko'rsam bo'ladi. Orqani tekshirib ko'rishingiz mumkin. Muammosi yo'q. Halagan hamma telefonni sap ko'rib ko'rsat berib bilamiz. Hamma baliq boqsa o'z telefon ma'lumotimiz ichida. Xo'p, shu bilan birgalikda bir narsani tushuntirib o'tib ketacakmiz. O'zingizning telefoningizda, ya'ni trading xizmati bor. O'zingizda misol uchun ko'naroq telefoningiz bo'lsa, shuni tozasini almashtirib ketishingiz mumkin. Misol uchun o'zingizda 13 bo'lsa, shuni 15 etib ketishingiz mumkin. 16 bo'lsa, 17 etib ketishingiz mumkin. Ya'ni bu yerga sotishingiz mumkin telefonda pul zarur vaqti. Va shu bilan birgalikda siz o'zingiz sotib o'tirgan telefoningiz ham bizlarning ana shu talabimizga javob berib kerak. Ya'ni qanday tartibda? Suvga solingan vaqtda telefon nurning hisobini ashibga bermay turibdi, nurning hisobini ishlashda davom etib turibdi. Sababi telefon ochilmagan, suv o'tadigan joyi yo'q. Shuning hisobini va shu bilan birgalikda siznikini ham xuddi shunday deb tekshirib olamiz va keyinchalik siz telefon xarid etib o'tirgan vaqtingiz sizda xuddi shunday tartibda tekshirib olish imkoniyati bor albatta. Va endi baholarni undan tashqari masalan o'zining qimmat modellar, qimmatroq model telefoni bo'ladigan bo'lsa, bizga kelib arzonroq telefon oladigan bo'lsa, raznica puldan berib beramiz bizlar. Pul zarur bo'lib qoladi amonatlarda. Yaxshi narxlarda baholab olamiz. Xo'p, ajoyib. Demak, telefoningizni sotib xalasangiz olib, xalasangiz o'rtada raznica pulni olib ketishingiz ham mumkin. Seriyalar ham olamiz. Telefon bilan bog'liq любой momentda endi G-Mobile'ga kelib xarid etsangiz bo'ladi. Telefon bilan bog'liq любойni xarid etib berasiz qisqasi, to'g'rimi? Ha. Xo'p, endi baholarni bir chetdan eslatib o'tib ketamiz. Buning bahosi yozilmoqda. iPhone 13 $420 dan 88 yo'nqishlik. Mana shunday oqshom bir jo'ram so'rab edi. Xurshid so'rab edi. Adashmasam shunday svet yo'qmi deb. Bor ekan mana kakras. Pamyati 256 $550 dan Samsung S25. Samsung ishlataman degan og'alarimiz uchun. Xo'p, iPhone 11 legendarniy $320 dan turibdi. 89 yo'nqis 128 pamyat. Почти paket hisobi turibdi. 89 yo'nqisda 11 da tovuq. Oho. Hozir oltin bilan teng hozir bu defitsit variant. Xo'p, 16 Pro Max $1000 narx. Mana 10 dan olib kelasiz 256 pamyat 91 yo'nqis bilan. Bundan so'ng 16 ning o'zi, mana shu 16 ning kamerasini turdim yig'atda mana. Resimga deb ayna qaratib turib resimga chiqmoq boshqacha tushyapti. 16 ning o'zi ko'proq ayol qizlar xarid etadi buni. Va 128 pamyatlik 91 yo'nqisda $570 dan. Ajoyib narxda. 14 Pro. Shunday svet 14 ning ichida eng mashhur svet desa da bo'ladi buni. 14 ko'pchilik ana shunday svetdan.
128 pamit 81 yomkis bilan 620 dollar. 86 yomkisdagi 128lik 15 Pro telefonimiz 730 dollar. Yomkis deganimiz bu kimda kim iPhone haqida birinchi marta eshitayotgan bo'lsa tushuntirib o'tib ketamiz. Yomkis bu shu telefonning batareyasining sostoyaniyasi, ya'ni 100% dan pastga qarab ketaveradi. Misol uchun yomkisi 80 bo'lsa, bu yomon degani, ya'ni batareyaning 80% sovuq. To'g'rimi? Shundayroq bir tushuntirsak oddiy. Endi birinchi marta ko'rib turgan insonlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari paket telefonlarimiz ham bor. Muammo yo'q. Paket telefonlarimiz 13 dan tortib 13, 14, 15, 16, 17, 17 Pro, Pro Max любой turidan bor. Xo'p, endi qarang, buni hozir yana bir marta tushuntirib o'tganmiz. Bu bushli variantlarimiz bo'ladi. Ko'rib turgan insonlar aql yuratish niyatimiz yo'q. Tushunmagan insonlar tushuntirib o'tkazamiz. Bu shunday xuddi ko'rib turgan sizda klientlarimizdan olingan telefonlar. Kimdir kelib, misol uchun o'zining 13 ni sotadi dag'in, o'rnidan misol uchun 15 Pro xarid etib ketadi va bu telefon shu yerga vitrinaga joylanadi va barchasi shu yerda turadi. Shunday tartibda sotilgan. Va siz bushli deganimiz bu oldin foydalanilgan telefon. Agar siz paket olaman desangiz, paketlar ham bor. Bu yerda yo'g'i bo'lsa, topib beriladi. Umuman no problem about it. Tushunaymi? Ha. Xo'p. Demak, iPhone 13 telefonimiz 128 pamit bilan 81 yomkis 380 dollardan qala. 15 Pro Max 256 pamit. Voy, da maxluq bu. 87 yomkis bilan 850 dollardan. 128 pamitlik 88 yomkisdagi 13 suvga bir kirib chiqqani 420 dollardan. 16 Pro Max 256 pamit 89 yomkis bilan 980 dollardan bo'ladi. Ve 128 pamit 89 yomkis bilan 370 dollardan iPhone 13. Yani shundan neobычный okean svetdagisi. Xo'p, hamma telefonlarimiz ishonchli xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Ham desa, bu klientdan kelgan telefon bo'lsa ham, ishlatilgan telefon bo'lsa ham biz bularga garantiya beramiz. Xo'p. Endi o'zi iPhone'larni uni qo'yib qo'yamiz. Undan boshqa bu yoqda Honor'lar, Redmi'lar bor. Ha. Honor X7D, Honor X8D, Honor X9D eng hit bo'lgan model menimcha aynan shu. 9'da. 9'da dim ko'p odamlar ko'rdim shuni kamerasida. Rasmga tushib turganlarini, boshqa aytganlarini ko'p ko'rdim. Oyog'i o'tda yanmas, suvda cho'kmas deganday. G'oz chag'atan telefon shumidi? Tabii o'zi shu. G'oz chag'ali. Ekranlarni eshitsa yetmaydi. Akkumulyatori 8300. Bu o'nchiq narsa emas, power bank etib ishlatsam bo'ladi. 8300 deymiz, o'rtacha alo bo'lsa, bir haftada bir zaryad qo'yasiz, qo'l teganda bo'ldi. Power bank ham 5000 10 ming bo'ladi. Misol, o'g'irishda ishlaydigan og'alarimiz bor-da, ular misol telefondan deb kisaga solib, bir postoyanniy apashlab qo'yib qo'ya olmaydi. Postoyanniy telefon to'proqning changning orasida yotadi, ya biram qo'libroqlari yomonroq bo'ladi. Ana shunday sostoyaniyada bir turib beradigan jostki telefon bo'ladi-da bu. U tushib ketaman kisadan, misol, usta yuqorida ishlab pastga tushib ketdimi? Bir narsa tiyib ketdimi, unda umuman muammo bo'lmaydi. Arqang qo'rqmasdan ishlataverasiz. Buni puldan keladigan bo'lsak, pamitlari 8 ga 256 lik variantimiz 12 oy xarid etaman desangiz, oylik to'lov 665 ming so'mdan tushadi og'alar. 700 mingga yetmaydi. Naqd pul qalaman desangiz, shtir ustida 4950 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin. Endi hamma Android telefonlarimizda ofitsial 1 yillik garantiyasi bor. Emaillarga polniy javob beramiz. 1 yillik servis xizmati ham bor hamma telefonda. Bir yer tiq ketsa kelaveradilar. Ha? Servis, ya'ni xizmat ko'rsatadigan servislar bor. Honor bo'lsa, Honor kompaniyaniki, Samsung bo'lsa, Samsung kompaniyaniki, Samsungda o'zi bilasizlar, ikki tur varianti bor. 1 oylik garantiya beradi, 1 yillik garantiya beradi. Bizlarga 1 yillik ofitsial variant. Xo'p, keyin servis masalasi bo'yicha yaqinda bir video ko'rib qoldim. Bir jalb etyaptir videoda. Shu narsani so'rab o'tacaqman. Servis xizmati degani bu, bizlar misol uchun bu yerdan men misol Honor sotib oldim. Honor sotib olganimdan so'ng Honor'da oldimdagi men uyimni olib ketyapman, ishlatyapman. Aradan vaqt o'tyapti. Vaqt o'tgandan so'ng neridir xullas buzildi. Va kelib turib men olgan do'konimni olib turib sotuvchi bilan tortishib yotibman. Bu narsa xato. Sababi men tushunishim bo'yicha servisni sotuvchi emas, bu sotuvchiga Honor zavod beradi. Ha, Honor zavod beradi. Qarang, bular telefon, misol uchun bu bolalar sotuvchi va bu telefon do'kon. Shu narsani tushuntirib o'tacaqman. Va bu brend bu yerga tovar beradi va shuni tijorat etib turgan inson bu narsani bir savdogar, misol uchun biz sotuv bilan shug'ullanamiz, ustachilik etib bilinmaydi. Narxni o'zlari belgilab beradilar va bu bolalar shu yerda sotuv bilan shug'ullanadi. Ve telefon yaratilib bu yerda taxlanmaydi og'alar. Bu yerda telefon ishlanmaydi. Telefon buzilsa-da bu yerda ishlab bilmaydilar. Ishlab biladigan odamlar bu yerda yo'q, quruq sotuvchilar va telefoningiz misol uchun bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bular ham Honor'ning servisini yuborib beradilar. Eng muhimi vaqt masalasi. Olib turib 1 soatdan ichida bitmadi, yuborib berdim, hafta bo'lib ketdi. Bu vaqtdagi vaziyatga qaraydi va vaqtda hamma bir tur.
Hech kimnikini birinchi ishin demaydi, hammaniki qistov. Shu narsani tushunib olishingizni tilayman. Servis xizmati bu yerda servisini javob beramiz deb turganlar, servisga yuborib berishga va ana yoqda servisdan qo'lnacha borishga javob beradilar. Bu yerda o'tirib Ve o'zlari olib borsam bo'ladi. Любой moment G-Mobile aldım desangiz, beminnat ko'rib beradi telefonlarni. Xo'p, ana shunday. Menimcha hamma ma'lumotlar tushunarli bo'ldi va endilikda telefon masalasi bo'lsa, oldi, sotdi, nerdan olib kerak, xalasangiz bo'lib to'larga, xalasangiz narxga, undan boshqa notebooklar, bu yoq tarafda yana bundan boshqa notebooklar ham turibdi. Shunchalik sovg'alar bilan deb qo'shib aytib o'tib ketdik. Endilikda nerdan olishni bilasiz, savolga javobni berib o'tdik. Like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasa va albatta kommentda fikringizni kutib qolamiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, shunday nerdan necha so'm degan savollarga birgalikda javob topib boraveramiz. Rahmat.